Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz bir juft katay tayyorladik, sizlarga izohlab, video qilib tashlab qo'yaylik degan maqsadda. Bu har doimgi o'sha eski ideyamizdan edi, bir maxsus zakaz bo'lib qildik. Uzunligi 1.85, bittasi 1.75. Enlari bittasi 90, bittasiniki 1 metr. Bo'ylari 1 metrdan, oyoqlari 20 santimetrdan qilingan. O'sha atrof polniy fanerdan bo'lgan. Xudo xolasa xavfli hayvonlar ham buzilmaydigan darajada qalin fanerdan 1 santimetrga qoldi. Qum olg'on joylari, qum yashiklargacha qo'yilgan, qo'nalari, teganalari hamma yo'g'i mavjud. Xo'p, mana eshigini ochsak hozir. Mana ochiq holati bu. 10 ta yashik bor. Mana eshikni orqasida hozir qolyapti, nimamiz? Mana qum olgan tashqaridan olinaveradi, ichkariga kirilmaydi. Qo'lingiz tiqib yashikdan olinaveradi. Shunga ham hali kirib chiqib demaydi. Qo'llari ham baquvvat bo'lgan. Qalinligi 2 sm deb taxtada. Teganasi ana. Polniy atrof faner. Yashik qo'yilgan manga. Qo'naqlari ham bilatroq qo'yilgan, hali tayida ham to'g'ri bemalol yursin deb. Qo'llarini ham orasini ochilgan. Bugungi tushga tushishi. Qish kunida bunga karton tashab turib, to'g'ri boqib olib, keyin bahorda uni olib tashlasa bo'laveradi. Xo'sh, endi mana bunisini ham mana hozir eshigini ochib beramiz. Mana ochildi. Buni ham yana eshigi ochildi. Ko'rkam bir joy qo'ysa ham havas qilgandek katay bo'ladi. Baquvvatligi ham zo'r, hamma yo'g'i joyida. Qiziqqanlarga bo'lsa, mashinadan bir cho'pini 1,5 million so'mga tayyorlab beraveramiz. Endi mana yerda bir xo'roz nimamiz, kabutar uyamiz bor. Kabutar uyamiz pastda 6 xona degani bilan tomida 2 xona joy bor. Uni juplagan ishlatsa bo'lardi. Mana. Mana. Buni bir joyga chiroq qilib o'rnatib qo'ysa ham chiroq narsa. 30 ga 30 qo'ygan xonalari ham katta bo'lgan. Bunimiz narxi 800 ming, nima 500 ming so'm. Hali turbaga qo'yib o'rnatish bo'ladi-yu, chiroqli qilib, mish chiqmasin. Shunaqa qilgan ham. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on qishloq Shabboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Zakaz qilganlarga ham bemalol zakazlar olaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.